Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Men navbatdagi darvozamiz Samarqand viloyati Toyloq tumaniga kelib darvozamizni tunab ijaralanishga o'tib oldik. Darvozamiz qayta eqasin. Bu darvozamizni butun materiallarini tanishtirish hojat emas. Bu materiallar hammasi o'zi keraklarni qilishadi. Darvoza fon materiallar qalinda. Darvozamiz eni 420, balandligi 3,5, atnalichkasi bilan 5 metrga 390 razmerda yasalgan. Darvozamiz 2 qavatli varianti, old orqa bir xil ko'rinishda qilib yasalgan. Darvozamiz oldi qanday ko'rinishda bo'lsa, ikki taraflari ham xuddi shunaqa ko'rinishda qilib yasaldi. Darvozamizni yoqqan bunga manaqa shunaqa holatdagi darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Faqatgina bu emas, bundan boshqacha qanaqa fason kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Darvozamiz juda baquvvat holatda yasalgan. Uni zamirlari ham to'g'ri zo'r bergan. Darvozamiz butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunaga mutlaqo bepul. Bemalol aloqa chiqarasizlar, hammasi